Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz birodarlar hamda muhtarama opa-singillar. Oldingi darslarimizda nifos bilan hayzni hukmini aytib o'tganimiz. Bu har ikkisidan istihozani ham ba'zi bir hukmlarini ajratib chiqqanmiz. Keling shu istihoza masalasida so'z yuritamiz. Istihoza o'zi nimadir? Istihoza degani bu shunday qonki, agar hayzdan, ya'ni hayzni eng qisqa muddatiga yetmay tugagan qon. Eng qisqa muddati hayzni 3 kun edi. Yoki birinchi marta balog'atga yetgan qiz bola u hali necha kun odati borligini bilmaydi. Ana shu qiz bolani 10 kundan keyin keladigan qoni. Yoki ba'zi bir ayollar bor, o'zini odatini biladi, necha kun ekanligini, shu odatidan o'tib ketgan qon. Endi hayz qonini eng uzun muddatidan o'tgandan keyin demaganimning sababi, ba'zi imomlar hayzni oxirgi muddatini 10 kun deganlar va mazhab boshimiz Abu Hanifa 15 kun deganlar. Bu kishi urfiyatdan kelib chiqib aytganlar. Chunki ba'zi ayollar 10 kundan ziyodi ham hayz bo'ladi. Va ulamolar hammasi ittifoq kelishganki, ikki hayzni o'rtasidagi bo'lgan poklik bu 15 kun deganlar. Ibrohimun Naxai rahmatullohi alayhi aytadilarki, eng qisqa muddati poklikni, ikki hayzning o'rtasidagi bo'lgan poklikni 15 kun va uning ko'piga hech qanday bir muddat yo'q. Va la yu'rafu illa tawqitan. Faqat vaqtlik bilan bilinadi deydilar. Chunki ba'zi ayollar 2 oy ham 3 oy ham va yillab ham hayz bo'lmay ketishligi mumkin. Xullas ana shu holatlarda ko'radigan qon. Va ba'zi ayollar birinchi marta tug'ishi bo'lsa, albatta unaqa ayolda odati yo'q, 40 kundan keyin keladigan qon. Va odati bor ayol bo'lsa agar, masalan 10 kun 15 kunga kelib qoni tugaydigan bo'lsa, shu muddatidan, odatidan keyingi keladigan qon. Yoki odatini bilmaydigan ayol bo'lsa, u ham 40 kundan keyin keladigan qon, bular hammasi istihoza qoni deb aytilinadi. Istihoza qonining hukmi namoz va roza qilishligi shart va zarur. Istihoza namoz, rozani hech vaqt man qila olmaydi. Istihoza qoni degani bu jarohat qoni degani. Lekin har bir namozni vaqti uchun tahorat qiladi. Va agar qon kelib tursa ham o'sha qon keladigan joyida biron bir narsani qo'yib mahkam qiladi. Bular uzurlik deb aytilinadi. Va bularda o'xshashlari, agar shu peshovi to'xtamasa yoki doim hid chiqib tursa, yoki bir jarohatidan doim qon oqib tursa, yoki bir burni dan qon oqib tursa, bu ham xuddi shuning hukmida. Shuning uchun bunga izofa qilib qo'ydim. Bularda hammasi har bir namozni vaqtiga tahorat qiladi. Bitta tahorat bilan ikkita namozni o'qiya olmaydi. Bu borada payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari bor. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتوضأ المستحيضة لوقت كل صلاة. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilar, mustahoza ayol har bir namozni vaqti uchun tahorat qiladi deganlar. Fatima binti Hubaysh, Abi Hubaysh radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilariga borib so'raganlar. Inni ustahibu fala adkhulu. Men shu istihoza bo'lyapman. Umuman qonim tugamayapti. Nima qilaman bu holatda
deganlar. Ba'zi bir rivoyatlarda hech bir qonim tugamayapti, islomda mendan biron bir nasiba bo'lmaydimi? Qo'rqyapman deb Rasulullohdan so'raganlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Tawadda'i li vaqti kulli salatin." Har bir namozni vaqti uchun tahorat qilgin dedilar. Bu hadislarni birinchisini Imom Az-Zaylai Nasbur Rivoya kitoblariga keltirganlar, rivoyat qilganlar va ikkinchi hadisda esa Imom Buxoriy rahmatullohi alayh rivoyat qilganlar. Mana shundaqa kishilar albatta har bir namozni vaqtiga tahorat qiladi. Endi bu yerda bir masala. Bir ayol bor, qoni umuman ham to'xtamayapti. Masalan, oyning boshidan boshlangan toki bu oyga ham ketyapti. Shu ayolning hukmi nima? Bu ayolning hukmi o'sha ikkinchi oyda, masalan, hayzi kelaydigan vaqtini albatta u biladi, o'sha vaqtiga namozini tark qiladi va ro'zasini ham tark qiladi. Bunda dalil Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Da'i as-salata ayyam aqra'ik thumma tawadda'i va salli. Hayz vaqtingda namozingni tark qilgin, so'ngra tahorat qilgin va namozingni o'qigin dedilar. Bu deganlari, ya'ni bu hayzda o'rtasigacha qon ulanib ketsa, ana shu hayzni muddatiga yetib kelgandan keyin albatta meni hukmim istihoza deb yuravermaydi. Albatta hayz hukmida o'tadi to o'zini odatigacha. Odati bo'lmasa 10 kun. Buni aytib o'tganmiz bularning hukmini. Mana shunday holatda albatta har bir namozni vaqti uchun tahorat qiladi, namozini ham o'qiydi, ro'zasini ham tutadi, eri ham yaqinlik qilishligi mumkin. Demak shunday ekan, mana bu masalalarda qulog'imizga yaxshi ilib olishligimiz kerak va qolganlarga yetkazish kerak. Muhtarama opa-singillar, albatta bu narsani qolgan ayollarga yetkazingiz. Ko'pgina ayollar hali shar'iy hukmlarni bilishmaydi, bexabar. Alloh subhanahu va taolodan eshitgan narsalarda amal qilmoqlikni va eshitgan narsangizni qolganlarga yetkazishligingizni Alloh subhanahu va taolo sizlarga va bizlarga ham butun mu'minlarga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo ayollarimizni sharma hayolik va pokiza, shunday bir taqvodor bo'lishligini albatta har bir diyorda va har bir mu'minlarning diyorida nasib qilsin. Bizni tinglagan aziza muhtarama opa-singillarimizda bizni haqqimizga duo qilib qo'yishliklarini so'rab so'zimizga yakun yasaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.